Bilmadim u, lekin men oddiy bolalarga tegishtirib aytayman, любой o'g'il bolani sharoit yo'liga sindirib qo'yadi. Любой o'g'il bola. Misol uchun sharoiting yo'ligidan qo'ling kalta bo'lib qolishi mumkin. O'zing xohlagan, o'zing qilishni xohlagan ishlarni qila olmay qolishi mumkin. Masalan, qizing bilan gaplashasan. Qizing telefon qilib aytadi sizga, "Qarochi, menga suvchi jo'nating, tezroq yuzliklarni jo'nating, birga bo'laylik u yoq bu yoq." O so'ramaydi u qiz, kallasi ishlamaydi. O mana bu bolada sharoit bormi, yo'qmi? U bola xohlaydi, rostdan uylanishni xohlaydi u qizga, lekin sharoiti yo'q. Eng qizig'i erkak kishi aytolmaydi dardi. Mani pulim yo'q deb aytolmaydi. Cho'zsanmi, sabr qilib, sabr qilib. U tushunmaydi. Boshqasiga deyib ketadi, boshqalarga bola bechara sinib qolib ketadi-da. Eng zo'ri shu. Bu o'g'il bolani sharoit yo'liga sindirib qo'yadi. Yaxshi ko'rgan narsasiga erisha olmaydi. O'zi xohlagan narsasiga erisha olmay qoladi. Eng yomoni mana shu yuragida turadi bu narsa. Aytolmaydi hech kimga. Voy, faqat Allohga ayta oladi-da. Shuning uchun nima ham deymiz? Alloh hammamiz mushkulimizni